Bu yerda bosim muammo emas, bu yerda suv o'zi umuman yo'q. Birgalikda bu muammoni hal qilamiz. Masjiddan keyingi manzilimiz Toshkentdan 35 km uzoqlikda joylashgan, xonadon egasi esa pensiya yoshidagi inson. Bizda oldin 7 metr turbani qoqib suv chiqarish olmagan. Bizda esa 9 metrdan oshiq turbani qoqib, nasos o'rnatib suv chiqarib xonadon egasiga topshirib berdik. Suvga ehtiyoji bor xonadon yoki manzillarni izohlarda yozib qoldiring yoki telefon raqamingizni. Biz siz bilan albatta bog'lanamiz. Keyingi manzilda ko'rishguncha.